Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Shaharxon tumanida joylashgan o'zimizning fermamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz fermamizda yangilik. Xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek kafel bosdik. Sinab bittasida sinadik. Xudo xolasa kecha yopishtirganmiz. Kafelni bosib chiqildi. Taxtalar ham turibdi. Taxtalarni polning to'sildi. Kecha to'g'risi syomka qila olmadik. Bu taxtalarni oldiga to'silib, bu mollarni to'sish ancha qiyin bo'ldi. Har bir oralikqa ikkitadan taxta qo'yildi-da. Hozir yana narigi tomondan boshlaymiz. Xudo xolasa bu taxtalarni olib boramiz. Olib borib to'liq videolarni qo'yib beramiz. Qo'larimiz xudo xolasa zo'r. Yaxshi ketyapti. Ichki tomonimiz bu ham yaxshi o'zgaryapti. Ko'z tegmas. Arqa tomonlari. Hozircha yangiligimiz shu. Kafel bosildi fermamizda. Bu molimiz yashirin bo'lib qolgan. Shu holatda. Endi mana bu tomoni bosilgan yo'q hali. Yangi ham bu kadar zo'r yeyapti. Ko'z tegmasin. Mana bu yerda ham yashirlar bor. Yashir mollar to'g'risi ko'payib ketdi. Shuning uchun ajratmay qo'ydik. Polvonimizga yuqmasin-da. Mana bu yerda kafel bosilmagan joy. Ko'ryapsizlar? Toshlari chiqib ketgan. Mana shu holatda. Bu yerda toshlari chiqib ketgan. Narigi tomon kafel bosilgan joy undan ham yomon edi. Mana hozir endi hurmatli obunachilar, mana shu kichkina yangi buqalarimizni shu yerga bosamiz endi oxirgi. Hozir guvoh bo'lib turasizlar. Ertalab quruq berganmiz mollarga. Granulani quruq berdik. Hozir sirasi sug'oramizda. Soatimiz hozir 9 bo'ldi. 9 da sug'orib boryapmiz. Shu bilan kechki abitdan keyin 5 ta o't bergunimizcha ancha qurib qoladi. Hozir mana bo'ytlarni to'samiz sug'orib bo'lgandan keyin. Albatta like'larni bosib tursanglar, to'liq ma'lumotlarni beramiz. Buqalarimiz o'zgarishiga baho beringlar. Yangi kelgan buqalarimiz bular. Shu bir oydan o'tdi. Xudo xolasa o'zgarishlar zo'r. Bir qator buqalarimizni ko'rsatib qo'yamiz, keyin sug'orishni boshlaymiz. Mana shu molimizni ham bitta turgizaylik. Chu. Hush. Oh, ko'z tegmasin. Zo'r ketyapti. Rossiyskiy buqalar bular, hammasi. Hammasi Rossiyadan kelgan buqalar. Importladi so'raganlar uchun. Bu ham ancha o'sib qoldi mana. O'zgarishga baho berasizlar, qani kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Kalmik molimiz.
Alüminyumimiz ham yomon zo'r o'zgaradi. O, молодец. Yomon semirar ekan bu. Shunaqangi holatda. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, rossiyskiy buqalar ishtahasi zo'r bo'ladi. Bunaqangi toshlari chiqib ketganda, shuning uchun kafel bosyapmiz. Mana Grenfordlarga olib kelib beraverasiz. Bo'laveradi. Shipiraver. Xo'sh. Pashshalar ham ko'payib ketdi hozir. Ertaga xudo xolasa pashshalarni ham yo'qotamiz. Hozir suv ochishni boshlaymiz. Mana suvni ochdik oxiriga. Mo'lla ichib olgandan keyin mana taxtalarni olib kelyapmiz. Taxtalarni bu yerga qatiramiz. Va kafel bosishni ham bir qator ko'rsatib beramiz. Bu videolarni qilib beramiz. Albatta videoni oxirigacha ko'rsanglar. Yaxshi ma'lumotlar beramiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Mana bu yerda baylab chiqyapmiz taxtalar. Bundan bu tomonga o'tmasa bo'ldi. Abitdan keyingacha qatadi. Mana shu holatda. Bittalikniki o'tib olyapti. Bu yog'iga endi qo'yamiz. Hozir taxtalarni olib kelyapti. Hush. Shuning uchun ikkita qo'yganmiz. Hozir polniy taxtalar baylab olgandan keyin yana bitta syomka qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, ustalar keldi, hozir bosishni boshlashdi. Kafelda. Narigi tomonga. Hozir bu kecha qurilgan, kecha quyilgan bu kafel. Buni 3 kundan keyin suv quyamiz. Buni ustiga 3 kunda shu oxirida sug'oradigan bo'lamiz. Hozir paqirlab berildi. Paqirda berilyapti. Bu yashirmolimiz ham ishtahaga kirib ketdi. Ko'z tegmasin. Kattalarga yupqa yo'q lekin. Katta buqalarga yupqa yo'q. Shuna qilib idishga olib paqirlab berilyapti suvlar hozircha. Pashshalarga ertaga hujum qilamiz. Mana bu bo'lagimiz o'rtadagi bo'lagida ertaga qilinadi. Xudo xolasa. Hozir birinchidagi bo'ldi, ikkinchidagi keyin. Bugun yangi bosilyapti shu holatda. Mollar hali sug'orib qo'yganmiz, yotibdi. Ko'p. Yo'q, hormaydir. Ulardan chiqargan kunlarda qanaqa? Yo'q. Albek qali, o'lyapsizlarmi? O'lyapmiz. Sekin bosilyapti. Mana bo'ldi. Akalar mana sekin bosilyapti. Yarmiga yetdik. Xudo xolasa. Shu holatda hozircha bularni mollar sug'orish ancha oson bo'ladi ekan. Xudo xolasa sug'orish jarayonlarini ham ko'rsatamiz bir-ikki kunda qurigandan keyin.
Mana kileylar. Bu nima deyiladi Azbek? Kafel kiley, to'g'ri. Kafel kileyda mana bosilyapti. Mollar bu tomon paqirlab sug'oryapti hozircha. Hali qorto'g'a yaxshi ichyaptimi? Vo. İçti ko'ringlar. Granulani quruq beradi bugun. Yomon ichyapti. Shunaqangi paqirlardan olinglar. Maslahat beramiz mana. 12 litrlik. Mana shu paqirlar o'ta mustahkam ekan. Arka tomoniga o'tib bir qator buqalarimizni ham ko'rsatib beraylik. Bismillah. Mana suv ichgandagi holati mana. Qonlar ancha chiqib ketdi. Bu polvonga gap yo'q polvonga. Ko'z tegmasin. Dumbadagi go'sh olib ketibdi o'zi ham. Mana hurmatli obunachilar, o'zgarmayotgan molimiz edi. Bittadan so'ragan ekan. Mana shu molimizga nimadir bo'lyapti-da. Bunga ham yashir tegibdi. Yashir tegibdi-da. Buni ham davolaymiz. Bugun boshlagan shekilli menga. Bugun boshlandi tunda. Bunga kelgan buqalarimiz shunaqa qilib fermamizda shunaqa ishlar ketyapti. Ko'pchilik so'rayapti. Buqalaringizga nimalar qilyapsizlar, nimalar beryapsizlar deb. Bunaqangi qo'shimcha ozuqalar berilyapti. Buni ham hozir ko'rsatib beramiz. Mana bu yerda buqalarimiz yotibdi. Suvlarning ichi bo'lgan. Shunaqangi holatda mana. Ancha qurib qolgan, lekin suv quyishga yaramaydi hozircha. 2 kundan keyin suv quyamiz bunga. Hozircha paqirlab sug'orib turamiz. Buqalarimizga qo'shimcha ravishda qangi dorilar berilyapti. Qo'shimcha vitaminlar. Bu body force bo'ladi. Body force ikki yo'l qilinadi bunda. Bu vitabaza eng asosiy narsa mana vitabaza. Ko'rib turganingizdek paqirda bo'ladi bu. Paqirda ochsanglar mana ochganinglarda shunaqangi yarim kilodan mo'ljallab qo'yilgan. Buning bir pachkasini ham sotadi. Vitapekalarda bo'ladi. Keyin mana bu yerda hozir ochamiz buni ham. Body Force dorisini 100 gram idishda bo'ladi mana. Ko'ryapsizlar. 100 gram idishda bo'ladi. Keyin nimatta 10 gramlik ham bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar. Hammasini to'kib ko'rsataveramiz mana. Shu holatda mana. Buni ishlatilishi qanday bo'ladi? Shuni ham hozir aytib o'tamiz. Bu vitabazamiz 200 grammi 100 kilo yemga yetadi. Mana shu yarim kiloligimiz 250 kilo yemga aralashtirib beriladi. Dorimiz bu. Body Force dorimiz. Bu 125 kiloga 1 gram. Bu 10 milligram ekan mana ko'ryapsizlar. 10 milligrammi 250 kilo vazn limonlarga.
Mana shundan ikkita qilinsa 500 kilolik atrofidagi mollarga bo'laveradi. Buni foydasi mollarimiz ishtahalari ochiladi. Uni qilgandan keyin uni sinab ko'rganlar ham kommentariyada yozib yuborasizlar. Bu yerda mana 3 ta buqamiz sinov deydi. Qolganlarga ham qilindi hozir. Yana 5-6 tasiga qilingan. Mana shu 4 tasi, bittasi ketdi, sotilib ketdi. Hozir 3 tasi qolgan. Mana shu buqalarimiz yaxshi o'zgardi. Hozir endi rossiyskiy buqalarimizga ham ikki qilamiz, o'sha Body Force'dan. Hammasiga qilib videolarini ham qilamiz. Albatta obuna bo'lmasdan keraklar, obuna bo'lib qo'yinglar. Mana mol ozroq odamlarga mana bunaqangi 10 gramlikda bor, keyin moli ko'plar bo'lsa mana Body Force 100 gramligi bor. Bitta bazani albatta ishlatib ko'ringlar, hurmatli obunachilar. Bitta baza ancha foydasi zo'r. Body Force 2 ni ham ancha foydasi zo'r. Ularga yaqinda qilamiz endi. Mana kafelimiz yakunlandi, ishlarimiz. Xudo xolasa zo'r chiqdi. Ular. Qo'y. Shu holatda endi o'rta qoldi. Ertaga o'rtani bitiramizda. Shu joyimizga nechta pul ketganini ertangi videomizda hisoblaymiz. Usta haqida nechta pul bo'ldi? Hammasini hisoblab ertaga yana bitta video qilamiz.